Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Mana bu bizni Qo'shkechik Fandigon mahalla fuqarolar yig'inida 3,5 kilometr ofin budjet orqali ko'chani asfaltlashtirishni yutib oldik. Mana hozir yog'ingarchilik bo'lmasdan asfaltlarni bosyapmiz. Prezidentimizga katta rahmat aytmoqchimiz. Sababi shunaqa har bitta mahallaga kiryapmiz, hamma yoq asfaltlashyapti, hamma joyda o'zimiz yuribmiz-da. Bizning mahallalar ham mana hozir asfalt bo'lib, chiroyli bo'lib, hamma mahalla xursand. Prezidentimizga katta rahmat. Mana hokimlarimiz, mana bu asfaltda hissa qo'shayotgan barcha xizmat qilayotganlarga ham hammalariga katta rahmat.